Yordam veringlar. Yordam veringlar. Keling, nima Doktor bo'ldi? kerak, doktor. Yuring, sizni Iltimos, baland, shifokorga olib alahsirayapti. chiqaman, yuring. Bitta bu yoqqa kiramiz. Nozim opa, ismonlari bilan. Yotqizinglar. Men boraveraymi? Boravering. Xo'sh, Nozimaxon, texnikani tugatibsiz. Endigi rejalar qanday? Men yana o'qimoqchiman. Shifokor bo'laman. Nima? Qiz bolaga o'qish nimaga kerak? Shifokor bo'lish oson ekanmi? Necha yil o'qish kerak uning uchun? Bilasizmi? Bilaman. Bilmas ekansiz. Ayol kishi o'qishi shart emas. Uyda o'tirib, erga xizmat qilib, uni rizoligini topish kerak. Keyin bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak. Afzali shu. Endi maqsadga o'tsak, sovchilarga xo'p desangiz, katta to'y qilamiz. Siz bilan qarashlarimiz to'g'ri kelmas ekan. Men o'qimoqchiman. Namuncha, nima o'qib dunyoni olib beramidingiz? Vaqtingiz ketgan qoladi. Undan ko'ra ertaroq turmushga chiqishni o'ylang. Vaqtdan yutasiz. Agar rozi bo'lsangiz, zo'r sharoitlar qilib beraman. Malikalardek yashaysiz. Yo'q. Kechirasiz. To'xtang. Menga uyda o'tiradigan xotin kerak. Doktor emas. Unda siz o'zingizga mosini qidiring. Buguncha kerakli muolajalarni qildik. Endi yozib bergan dorilarimni o'z vaqtida ichirsangiz, 3 kun ichida ko'rmaganday bo'lib ketadi. Katta rahmat sizga. Arzimaydi. Siz Nozimasiz, a? Ha. O'sha siz sovchi jo'natib, uyda o'tirasan degan, lekin sizga turmushga chiqmasdan o'qib shifokor bo'lgan Nozimaman. Men sizdan uzr so'rayman. O'shanda sizga juda qo'pollik qilganman. Mayli. Rahmat sizga. Yur qiz. To'xtang. Endi nima deb o'ylaysiz? Qiz bola o'qish kerak ekanmi? Ha, albatta o'qish kerak ekan. Rahmat sizga. Mayli, kasal bo'lmayli. Sog' bo'ling. Qizim, katta bo'lganingda shifokor bo'lgin. Men seni albatta o'qitaman. Ha.